Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim To'liq Hamish, Rossiyaning poytaxti Istanbulda yashayman. Men bugun bu yerga Xitoy hukumatiniki ota-onamni qonunsiz so'lvog'iga qarshi norozilik namoyishi bildirish va shundaqla Xitoyniki vatanimizda irqiy qirg'inchilik, millatimizga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgani ham shundaqla bugun Amerikadagi surgun hukumat, ya'ni Solih Xudoyorlarninki shu bizniki 1949 yil 12 oyninki 22 kundagi Xitoy kommunistlari tarafidan bizniki ikkinchi qitimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetimizniki vayron bo'lgan, motam bo'lgan kunga nima qilib, o'shaniki faoliyatiga ergashib chiqishim, uning oldida o'zimniki shaxsiy ishlari ham ozroq zukam bo'lib qolg'achqa, men mana shu namoyishga ko'p chiqib bo'lolmadim. Uning ustiga havom bek sovib ketdi. Shuningga oldiga ko'p chiqib bo'lolmadim. Shunda o'simi bugun endi shu surgun hukumatnikiga qo'llash yuzasidan ham o'zimizniki asli qo'llash yuzasidan deyish degan gapni xatochi qarindoshlar. Asli o'zimizning vatanning ishi bu, o'zimizning vatanning mustaqillikniki qilish uchun odamlar qilmagandan keyin shu birer ikki taliylik odamlar chiqib haqiqat yo'lini tutib vatanimizning mustaqillik deb qilgandan keyin shu qo'llash uchun deb qoladi ekanmiz. Asli shu qo'llash uchun degan gapni qilmasligimiz kerak. Hammamiz cho'qim aktiv holda ovoz qo'shishimiz kerakda bu ishlarga. Lekin muajiratdagi Uyg'urlarning ko'p qismi bo'pmi dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi uningga ergashgan ba'zi tashkilotlar ular qo'llaydiganlar nima o'ylaydi bizmi aytib bilamidik. Ammo ularningki maqsad muddalarini o'tirg'a tashlab berdik. Shu qarindoshlar, undan ma'vu meningki uydagilarim bo'lsa, mening opam dadam 2017 yil 1-27 kuni Bo'zdagi nima uydan ochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashdi bo'lgan. Undan keyin ochib ketilib, nimaga dadamni nimadagi Kunasdagi turmaga, opamni Bayondaydagi turmaga ashyaga so'layotgan. Hozir bular oldikayni mana shu keyingi yili kelsa, shu 1-27 kun kelsa, shu Xitoy hukumatiningki uydan ochib ketib, chiqib tarbiyalashdi olamdi, turmada olamdi, ish qilib Xitoylarningki shu vatanimiz Sharq Turkiston G'uljidagi qamoqda yetayotganiga 5 yil bo'ldi. Meniki ota-onamniki hech qanday gunohi yo'q. Men Xitoy hukumatidan ota-onamni tezdan qo'yib berishni talab qilaman. Agar bunday bo'lmaykan, men meniki norozilik namoyishimni hargiz to'xtatmayman. Shundaqla bu parlamentning oldidagi yolg'iz kichik namoyishni qilishni hargiz to'xtatib qo'ymayman. Qarindoshlar, hozir bizniki shu nima xalqarodagi shu bizniki ishlarimiz nihoyat yaxshi ketyapti. Mana bizni qo'llab, quvvatlab, mana shu qirg'inchilikda Xitoyning olimpiklarni boykot qilyapti. Shuningdek qo'liga vatanimizdagi qarindoshlar irqiy qirg'inchilikka uchrab qog'ozni rangli qog'ozni besib taqitib, chiqib Facebooklarda taqitib, ham video ishlab xalqimizdagi nimalarga shu kuchlik baş yiroq ketmay ovoz kesilib ketadi. Bo'yis oyoqlar berib o'ynab kelmaydi. Shuning bilan birga men barliq qarindoshlarni Xitoyningki irqiy qirg'inchiligini to'xtatish, vatanimizning mustaqilligini asliga keltirishga undayman. Undan keyin bo'lsa qarindoshlar, bizningki vatanimizda irqiy qirg'inchilik bo'lyapti. Buningki sabablarining birisi bo'lsa, bizningki xalqimizni shu Amerikadagi Rabia Qodir, Umar Qanot, shu Olim Seyitov, Olim Seyitov, Abbos Aysi va shular nima qilayotgan? Bizni indigenous people'ga qatorasiga kirgizayotgan. Indigenous people'lar qatorasiga kirgizib etib, Xitoy bizni yovvoyi odamlar to'g'risida deb mana shunday tarbiyalashlarni ochdi. Shuningga yaqinda yana bir petition, yangi to'rbat ochildi. Men aziz qarindoshlarningki shu petitionga aktiv qo'la ovoz qo'shishni dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lmasa bizni nima qilib etdi? Yana yo'q qilib etishimizga nima qildi? Bizningki shu dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoyningki chet elga qurgan josuslik organi, ya'ni
Dünya Uyghur Qurultayı Xitoyninki chet elga qurgan jasuslik Uyg'urlarninki kontrol qiladigan bir qurultay. Buning ichidagi nurg'un odamlar Xitoy hukumatiga ishlaydi. Xitoyninki manfaat bo'yicha ish qiladi. Shuningga qarindoshlar, biz kallamizni ochiq ichib yetishimiz kerak. Agar unda bo'lmaydi ekan, bizningki qirilib tugishimiz bu muqarrar. Bugun hozir mana parlamentning ichida yig'in ichilayotganlik sababi tufaylidan meni hukumat binosining oldida turgan qizlarga kelib shuar to'lmaslikim yuqori ovozda gapirmaslikim to'g'riliq nima qildi, chunki bularninki ati turib atidan boshlab hammasi bayramlik dam olish chiqdi. Bayramlik dam olish chiqdiki, shuningga bugun aka shuningga meni shu gapirmaslikim to'g'risida tinish shaklda o'sha namoyishni o'tkazishimga o'ziniki shu fikrini berib qo'ydi. Buningga mayadikilar meni to'nib ketdi emasmi? Shuningga shu har doim men kelsam shu to'lmaydigan ish bo'lib qolsam men deb qo'ydi emasmi? Shuningga men tinish shaklda namoyish qilgan bo'lib qoldim qarindoshlar. Tünügünki bir ağız gapni unutib qaptım ras. Tünügünki shu Sidiq Hoji degan dadaşninki men nimasiga azroq radiya bildirgandim. Bir gapni unutib qaptım. Shu odamga deydiganim Dunyo Uyg'ur Qurultiyi shu Rabia Qodirni elib chiqish etishdan burun bir torbatni ichib ajoyib satgaplar bilan tillagan. Mishada tillab yozmalarni yozgan odamni men ko'yga o'z ko'zimdan ma'lum yozmamsa degan ayni vaqtda 2012 deyman. 2013 shu vaqtlarda. Bu adam tünügün yana şu maddi cihetten kesip etmenler pulni nima qilasizlar bu deb ayta qaqshab ketdi. Sizda hacı Roza efendim deydiğim sizda azroq vijdon bo'lsin, sizda azroq g'urur bo'lsin. Sizdan ayolingizga nima kunlarni ko'rsatdi diye Dunyo Uyg'ur Qurultaydikilar. Ya'ni siz shularninki maddi pullarni kesatmasin o bu deb mana shunday qilib aytibsiz. Biz pulni kesayotimiz demadik, biz petition to'plab indigenous people'dan chiqitimiz deyishdik. O pulu haram pulni yeyishmasa, yeyishmamsa biz bilan mismochalik aloqasi yo'q. Onunki nimasini biz bermaymiz, o'zinglar berasizlar. Hisobini. Shuningga bizniki maqsadimiz bo'lsa faqat birdan bir petition to'plab biz Oqsaroyga yoki Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga ovozimizni qo'yib, biz Uyg'urlar indigenous xalq emas, bizni bu kategoriyadan chiqarib deb qilmoqchi qarindoshlar. Mana bu bek yomon narsa. Tugul Xitoy gumbangida o'rilib tushsa, hech nima qilgan olmaydi, jazolagan bo'lmaydi. Hammamizning ota-onasining haramdan haram yotqan o'lgani o'lgan bo'ldi qarindoshlar. Azroq vijdonimizni silkitaylik. Shuningga nurg'unlagan hozir yaqinda Dunyo Uyg'ur Qurultiyi shu bechar İdris Hasan degan bolanikini o'yinlarni chiqadi, shu bolani bir mazgil chiqarib etib sirtlarga shu yo'lning xatarlikligini bilib turib, o'sha odam bedekchilar selib etib, xalqning oilasini parakanda qildi. Yaqinda shu Turkiya yana bir jidallar chiqdi. Hammasi maqsadli qo'yilayotgan o'yinlar qarindoshlar. Birla odamga otib qo'yib, uni muajiratni qalaymiqan, yaqindak nimalarga tashvish selish qolmaydi. Hammamizdan hozirgi birdan bir xiyoli faqat petitionda bo'lish kerak. Petitiondan boshqa hech narsa bo'lmasa kerak. Petitionni to'plab, cho'qim o'sha indigenous kategoriyasidan chiqishimiz kerak. Agar unday qilmaydigan bo'lsak, bizniki nima oxir bizniki oxirimiz halokat bilan berib tugaydi qarindoshlar. Ondan keyin boshqa jo'layotgan yoki kapishayotganlarnikini hech qanday hozircha anglashninki hech qanday bir zaruriyati yo'q. Shuningga qarindoshlar petitionga aktiv qilib ovoz qo'shinglar.
Şoma hazır ovozini chiqarib baqirib namoyish qilganға biza nima bo'lib qoldi? Sharoit. Shundoq bo'lsinmi? Asli mau da jim shaklda qilsa bo'lmaydi ekan-ku. Erteden başlap 23, 24, 25, 26'da bularning bayram bo'ldi. Men tapak, men erteden başlap yani chiqolmaslik mumkin. Endi shu chiqib qolsam, xudoyim bilsa, kelar hafta chiqaman. Bugun yaxshi bir planlar bilan akşam ingliz derslerini yezib, shuarlarni doimgidek to'laydigan tayyorlab chiqqan, ammo ma kaynimizda turgan qizlar kelib atganda gap qo'ydi endi. Qilma degandiki qilmaslik kerak, beka kelib yana qattiq gap qo'ymasin. Shuningga menmo mishada turib tinchlik namoyishimni qilay. Hozir bu o'zim bir nim qilsam, men qo'l biza to'lab ketdi. Men kamera tatayotgan do'stim kelib, men bir talni tutsam, men bir talni tutsam, bir asat turib kirketimiz. Unda bo'lsa qarindoshlar aman bo'linglar. Ata-onalar ega chiqishni unutib qolmanglar. Vatanimizningki mustaqilligini asli keltirishdan boshqa bizga hech qanday yo'l yo'q. Mustaqillik lagerini taqaydi, mustaqillik ana tilimizni qo'llab qoldi, mustaqillik dinimizni qo'llab qoldi, mustaqillik madaniyatimizni qo'llab qoldi, mustaqillik millatimizni qo'llab qoldi, mustaqillik zaminimizni qo'llab qoldi. Uningdan boshqa hech qanday satalga qurgan ana til, o islom maktab deganlar hech qaysi o vaqtli qo'yib qoldi. Ertaga bara-bara avlod-mavlod almashgandan keyin o meni o'chib ketgan gap. Har qanday narsa o'ziniki o'rinda taraqqiy qilgan yaxshi. Shuningga qarindoshlar, ko'zimizni yo'g'a ochaylik. Unda bo'lsa Xudoyimga omonat hamsa.